Voy, Itadori, senga qanaqa qiz yoqadi? Umuman olganda hech kim. Agar tanlash kerak bo'lsa-chi? Agar tanlash kerak bo'lganida, unda Otsawa. Nima? Voy, nimalar do'sting Itadori? Axir u bitta qop yo'q-ku. Shunaqa deysan. Lekin uni husni hatto va yozuvi juda ham chiroyli va tartibli. Va ovqatlanish odobi juda ham zo'r. Mana, bu o'rta maktabdagi bitiruv marosimidagi rasmim. Qo'ysinchi, bor yo'g'i yarim yil bo'pti-yu. Senga nima qildi? Bu ko'rinishida uni hatto tuqqonasi ham tanimaydi. Bu qiz kim? Bu yaxshi ko'rgan insoningdan eshitishni xohlamaydigan birinchi raqamli Yabil. Itadori, bu qiz. Axir bu Otsawa-ku. Bu nima qo'ysin? Tasodifga qaranglar.